Hammaga salom. Sizlar bilan birgalikda Mehroj Visual. Bugun yana Radmir Krimp o'yinidamiz. Telefonga Hassel, kompyuterga Radmir. Xullas, bugungi videoda ferma ishini o'tgan videoda ko'rgandek amdamlikni bo'ldi o'yin. Bugun o'sha o'zgarishlarni batafsil barchasini ko'rsatib o'taman va yangi kirganlar nima ish qilsa ko'proq pul topadi, nima ish tezroq ko'tarsa bo'ladi, hammasini tushuntirib o'taman. Qani bo'lmasa, bugungi videoni boshladik. Bu mashina baland tekshiruvga hayron qolmanglar. Agar mana shu videoni 30 soat ichida, ya'ni 30 soat emas, 24 soat ichida ko'rayotgan bo'lsanglar, chatga /pgod deb yozasizlar bu yoqqa. Ruschada, albatta kirilchada JARA deb yozasizlar va enter bosasizlar. Bu kod sizlarga 6 soat o'ynaganlarga faqat 30 soat ichida yozishinglar kerak. Mana shu video chiqqandan keyin 24 soat ichida yozishinglar kerak to'g'rirog'i. 6 soat o'ynaganlardan keyin bu promot terib sizlarga Velosoynovchi 2 adashmasam o'sha keysni ochish anaqasini beradi to'g'rirog'i. Ochish, tekinga ochish imkoniyatini beradi. Shuni 6 soat o'tadi, nagrada mana bosasizlar 6 soat o'tgandan keyin o'zi chatda chiqadi. Nagrada bo'lsa mana ishda keys turgan bo'ladi. Ключ bilan keys rasmi turgan bo'ladi. Davlat nagrada tuqsanglar, sirasi keys o'sha paytda o'zidayoq ochiladi. U keysdan любой narsa tushishi mumkin. 20 millionlik mashina ham tushishi mumkin. Menga bir marta 3 millionlik mashina tushgan, endi juda ancha qoldi. любой narsa tushishi mumkin shu. Mana bunaqa bo'ladi zina cho'kish. Ko'rasizlar, mana shunaqa zina cho'kda bo'ladi. Mana teri ham shu 5 soat 52 minut o'ynashim qoldi. O'ynash kerak aynan. Ya'ni pauzani bosib tursanglar bo'lmaydi. Imенно sizlar живой o'yinda turgan bo'lsanglar hisoblaydi bu vaqt. Velosoynovchi 2 ni beradi, bitta ham zina cho'kib bor ekan. Xullas, u keys aynan sizlar navichok bo'lsanglar 100 soatga не только navichok, любой odamga unaqa narsa kerak. Tekinga keys. U keys sotolmasa, ishlama qilolmasa faqat ocha olasizlar. Ochganda ham aytganda любой narsa tushadi. Radmir tekinga berib qoladi orada. Shuning uchun Radmirni Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yishinglar kerak. Bu yoqda shunaqa promo kod bersa yetadi. O'yinni qayerdan yuklay olaman deganlar uchun Play Market yoki App Store'da Hustle Online deb yozasizlar. Agar kompyuterda bo'ladigan bo'lsa, yaqinda kompyuterga ham qaytib uстановка qilish haqida video chiqaraman. Balkim chiqib bo'lgan bo'lishi mumkin bu video chiqquncha video. Ya'ni kompyuterga qaytib o'rnatish haqida ham chiqaraman. Kompyuterga Radmir o'yini nomi, telefonga Hustle. Bu ikki xil o'yinmi degan savol tug'ilishi mumkin. Aynan nomi ikki xilligidan. Yo'q, bu cross platform o'yin turiga kiradi. Ya'ni telefonning nomi Hustle bo'lgani bilan telefonni ham kompyuterga yaqin qilingan. Lekin men kompyuterda bo'lishimga qaramay, sizlar telefondan turib bu o'yinga kirsanglar, aynan men shu o'ynayotgan serverga kirgan bo'lsanglar agar, menga sizlar ko'rinasa, sizlarga men ko'rinaman. Ya'ni o'yin bir xil bo'ladi. Misol uchun tabba bossam, mana chiqarib ko'rasizlar. Bu tizimni cho'kirib aytib bersanglar, mana bu yerda planshet tizimni cho'kirib. Bu degani bu telefondan kirgan degani. Ya'ni Hustle Online o'ynayapti degani bu. Va mashinamizni benzini ham tugadi. Endi bu yoqqa skuterga olib ketamiz. Yaxshi, men mashina ochiq ekan, kimdir tashib ketibdi. Aynan aytgancha, o'yin haqida informatsiya beradigan bo'lsam, birinchi o'chirda aytishim kerak. Mashina haydaganda ehtiyot bo'linglar. Bu yerda bitta qat tursanglar, shu mashina tamom bo'ladi. Zavod bo'lmay qoladi, buziladi. Keyin mashinani tuzatish ham juda qiyin bunda. Mexanik keladi. Agar silaman bo'lgan bo'lsa, motoringiz, ya'ni butunligicha buzilgan bo'lsa, unda mexanikka olib borib tuzatishingiz kerak. Mexanik evakuator kelib tursalar, ammo mexanikka olib ketadi. 4000-5000 rubl ketadi. Pulni mashina remont qilib, vaqtinglar ancha-muncha vaqtinglar ketadi bunga. Shuning uchun iloji boricha ehtiyot qilib haydashinglar kerak mashinalarni. Yo'lda qolib ketmani, mana bunaqa evakuator bo'ladi. Yo'lda qolib ketmasliginglar uchun ham ehtiyot bo'lishinglar kerak haydayotganda. Bir tarafdan buni zo'r qilgan o'yin juda ham real ko'rinadi, chunki hayotda ham urib haydolmaysizlar-ku. Shuning uchun. Hop, o'tgan videodagidek yana правительствоga keldik. Va hozir ko'rsatib o'taman, nima ishlar o'zgargan, nechilar yo'ldan bo'lgan, to'liq informatsiya berib o'taman. Bu правительство ko'rsatish ismi chiqibdi. O'yinga yangi kirganlarga xullas, mana bu narsa. Bo'lmas mana.
o'yin judayam anu neoptimizmni qotadi tushunadi. Mana mana shu endi birinchi kirganinglarda zadaniylar bo'ladi. O'sha zadaniyalar qilib bo'lganinglardan keyin o'z mashtiga olib boradi sizlarni zadaniya va дорожный службаga ishga kirishga majbur qiladi. Kelasizlar, дорожный служба bu ish aynan mana ish bo'ladi. Yo'llarni tuzatasizlar. 2 marta tuzatish kerak zadaniya bo'yicha. O'shandan keyin keyingi zadaniya mashina sotib olish bo'ladi. Unga ancha aniq bilishinglar kerak bo'ladi. Xullas, men bu yerda taksistlikka ishga kirganman va sizlarga hozir eng ko'p pul topsa bo'ladigan ish bu fermerlik. Nauchuk holinglarga. Uning uchun sizlar 5-chi level bo'lishinglar kerak. Boshida zadaniya qilib turib 5-chi level bo'lish imkoni bormi deydigan bo'lsanglar, ha desa ham bo'ladi, yo'q desa ham bo'ladi. Birinchi kirganinglarda progo terib VIPga olsanglar, mana menda bor. To'rtga qolgan, mana shunaqa VIPga oladigan bo'lsanglar, progo tergan holatda shunda zadaniyalar qilib bo'lguninglarcha balkim 3-4 bo'lib qolarsizlar. Lekin katta ehtimol bilan sizlar payday orqali 5 bo'lasizlar. Payday nima desanglar, har hozircha vaqt nechi bo'ldi hozir? Har soat 00 bo'lganda, aynan soat mana 18:05 bo'ldi. Mana shu 00 bo'lgan payt har safar, har soatda ya'ni sizlarga payday beradi. Buning uchun sizlar 20 minut davomida o'ynagan bo'lishinglar kerak. Mana 4 minut bo'ldi. Mana shu 20 minut bo'lgandan keyin soat 00 bo'lsa, o'shanda menga payday beradi. Payday bu XP, ya'ni mana 6 va 12 ta XP ham bor. Paydayda 1 XP dan beradi, yukkalar bo'lsa 2-3 XP dan beradi. U sizlarga shu ko'tarilishlarga yordam beradi. Aytadi-yu, ko'proq o'ynasanglar tezroq ko'tarilasiz deb, shuni nazarda tutadi. Hop, xullas дорожный служба yo'liga chiqib ketdi. Biling. Mana дорожный служба endi serverlar agar aktiv katta bo'lsa, mana bunaqa o'chirib bo'ladi. Xullas 5 bo'ldinglar deb tasavvur qilaylik. Keyin nima qilasiz? Xullas 5 bo'lganinglardan keyin u правительствоga borishinglar shartlan emas, chunki ferma. Shu fermani o'zidan turib ishga kiriladigan ish. Правительствоdan kirish shart emas, u davlat ishi hisoblanmaydi, shuning uchun. Keyin kartani ochasizlar. Ikkita ferma bor kartada. Birinchisi Mountda, ikkinchisi esa bu yoqda. Endi o'zidagi qaranglar, men mana shu tavsiya qilaman. Nimaligini keyinroq bilasizlar. Bo'lmasa mana shu yerga borasizlar. Mana bunaqa bo'ladi. Endi arzamasdan kelsanglar, mana shu yo'ldan kelasizlar. Bu yo'l yangi qo'shilgan minimlardan keyin, oldin bo'lmagan bu yo'l. Keyin mana ko'ryapsizlar. Endi bu yoqda sizlar serverlarga bog'liq, qaysi serverda o'ynashinglarga qarab, agar xuddi men kabi aktiv katta serverda o'ynayotgan bo'lsangiz, 950 ta odam hozir ham bor o'yinda. O'zi 1000 ta server maksimalkasi. Agar aktiv katta serverda o'ynayotgan bo'lsangiz, shunaqa hammanaqa zayd bo'ladi. Hamma mashina o'z vaqtida mashina to'lib turishga 3 tasi turib ko'rasizlar, kutib turibdi mashina bo'shashini. Hamma mashina zayd. Kimdir o'yindan otib yuborsa kimdir 5 minut KD beradi mashinasiga. Bu degani 5 minutdan keyin mashinasi yo'q qoladi, o'yinga qaytib kirmasa. Hozir shunaqa sistema qilib qo'yishgan o'yinni. Agar aktiv kam serverda bo'lsalar bemalol. Xullas, keyin mana Altta ikkinchisi sizlarda bo'lmaydi. Mana hozir ikkinchisi bor, sizlarda ikkinchisi ishlamaydi to'g'ri, hol. Hali navjo'k bo'lganlarga. Bu ikkinchisini olish uchun nima qilish kerak? Mana bosasizlar, navgi ulchini personajiga bossanglar, hatto работай bor. Buni bosganlardan keyin mana fermer bor. Mana o'sha 2 uровень bo'lgan. Bu aynan 2 uровеньdan. Bu aynan 2 uровеньdan qo'shilgan ish. Bir bilan ikkini farqini qisqacha tushuntiraman. Birida sizlar mashina olasizlar, ammo mashina yo'q baribir. Mashina olasizlar. Mana dala bor. Dalaga o'tib turib mana albatta preslar bor. Beta press emas albatta, somon press. Mana yo'q, hammasini olib qo'yishdi. Naryolarda ham bor, endi ochmayapti. Uzoqda bo'lganga ochmayapti. O'shaqa presslarni mashinaga ortasizlar-da. Katta gruzovoy bo'lsa 10 ta ortasizlar, kichkinaroq mashina bo'lsa 7 marta ortasizlar. Mana bu olib kelib topshirasizlar. Mana shuni topshiraversanglar, keyin закончить работу qilganlardan keyin yaxshi pul beradi. X2 hozir X2, X3 payt undan ham zo'r beradi. O'shanga qo'shib turib sizlarga nima kam beraveradi 1% dan. Shunaqa qilib turib, 1-2 soatcha ishlab turib, 1-2 soat ishlab zog'i.
ikkinchi o'rin bo'lishidan mumkin. Ikkinchi o'rindagi kishi esa unga ham mashina olmadi. Mapdan, men qo'lim bilan ko'rsataman, ko'rinmaydi. Mapdan turib, загрузить qilingan mashinaga xuddi shunaqa pressga o'xshagan narsa va u keyin zavodga olib boriladi. Zavod mana nimaga bo'tdagida ishlaylar deb turib aytganim sababi ham shunday. Ya'ni zavod o'zi mana mana bu yerda bo'ladi, zavod. Mana mana bu zavod. Mana bu yoqdan boshlanadi, most qo'shganman, boya aytdim yo'l qo'shishdi. Bundoq kelasalar, bundoq turib boshiga juda yaqin, короче, juda yaqin qilingan. Ham ikkinchisi uzoqda bundoq kelib turib, mana mostga qo'shib, mostdan arzamasga ketishinglar kerak. Bu ancha uzoq bo'lib ketadi. Shuning uchun aynan bu yerga kelinglar deb aytdim. Hozir biz ikkinchisini ishlab ko'rsam, birinchisini ham ishlab ko'rsardim. Agar serverga o'sha voqiliroq ertalabroq kirganimda. Agar mana shunaqa keyinchalik beradigan bo'lsa, bu serverga ertalabroq kiringlar, chunki Rossiya 2 soat orqada yuradi bizdan. Bizning soat 2 bo'lgan bo'lsa, u o'yladi 12 bo'ladi. Aynan ertalab kirsanglar, masalan, 7, 8, 9 da kirsanglar ham bo'ladi. Endi soat 5, 6, 6:30, 7 lar bo'layotgan bo'ladi. Aynan shu 5, 6 lar bo'lgan paytda kirsanglar, bilaydim o'ziga. Ularda shu 5, 6 bo'lgan payt bo'ladi. U paytda server o'lik bo'ladi, prям 100 ta 150 ta odam o'ynayotgan bo'ladi. Mana bu mashinalar bemalol ishlata olasizlar. Ya'ni hech kim kerak bo'lmaydi. 2, 3 pay sal ko'proq bo'ladi. Unda ham baribir mashina bo'ladi. Hozirga o'xshab ko'rasan, umuman mashina yo'q. Mana shuncha odam bilan talashib mashina olish kerak. Mashina spam bo'ladi. Kim ulgursa ulgurdi, o'tirsa o'tirdi. O'sha videoda ertalab yozishga reja qilaman. Sal kechib ketdim. Prям muzikani o'chirib qo'yganman. Mana mashina turibdi-yu, nima olmaysan degan savol tug'ilgan bo'lsa, bu yerda o'sha kimdir olib qo'yib bo'lmaydi mashinani, просто o'tirmayapti aytilibdi. O'yindan o'zim pastga turibman. Ishlab shuni kutib o'tiraverasizlar, mashina bersin. O'tirib ustiga turib olchinglarga 1,5 million turadi arenasi hamma mashinani. Oldinlari novichoklarga ish qilib yotardi, hozir hattoki metalliskatel ishi bor. O'sha eng novichoklarga zo'r ish edi bir paytlar. Men o'sha metalliskatelda birinchi ranmerga kirgan paytda metalliskatelda ishlab turib 3,5 million topganman-da. Endi bitta ishlaganman, uni realniy o'tib so'mda topib ko'rganman, men bilaman. O'sha metalliskatelni ham 8-levelni qilib ko'ribdi, men o'tkazib borib ishlamoqchi bo'lib ko'rdim, 8 level qilib qo'yibdi o'shani ishlashni ham. Bir tarafdan shu hamma ishlarni deyarli levelini o'zgartirib tashladi. Ayniqsa mana shu cho'klarni ishini levelini juda ham baland qilib qo'ydi. Ko'p ishini, ayniqsa mana shu fermani 5 qilib qo'ygan. To'g'ri, fermani o'zini ham va juda ko'p ishlarni o'zini ham yengiladi. Mana ferma misol ko'rasiz, oldinlari 8 ta 9 xil ishi bo'lardi, ichida 2 ta dona qilib qo'ygan va juda oddiy qilib qo'ygan. Juda ko'p ishlarni ham o'zgartirgan, berani ham pulini ham o'zgartirgan. Samolyot kabi ishlarni vashshe zo'r qilib beryapti hozir. Avtobusni ham 9 qilib qo'ygan, ahotalarni 10 qilib qo'ygan. Xudo xohlasa hammasida ishlab chiqamiz. Bir tarafdan yaxshi bo'ldi, sekin levelni ko'tarib ishlab ko'rasizlar. Juda og'ir mashaqqatlar bilan oxiri bitta mashinani oldik. Hop, endi kelasi olgandan keyin o'sha o'yinlarga juda ko'p narsalar bo'lib ketdi hozir ortida. 15 sekund chiqarib kutib turasizlar, 15 sekund. Загружение deb yashil yozib chiqqandan keyin o'sha boya ko'rsatgan zavodga olib borasizlar mana. Boya ko'rsatgan joyini. O'sha kishiga olib borasizlar. O'zi masalan bu nari kichkina mashina bor, yo'ldan chiqib ko'rsataman o'shani. Kichkinarog'i bor, xuddi shu mashinani. O'sha mashinani olish uchun bu mashina tezroq yuradi, bu 100 dan oshmaydi. Faqat kompyuterda bo'lsanglar shuni maslahat beraman, lekin telefonda bo'lsanglar umuman farqi yo'q. Buni minishni maslahat beraman telefonda bo'lsanglar. Chunki telefonda ikkala mashina sekin yuradi, просто bu ko'proq yuk oladi, shuni hisobiga ko'proq pul beradi. Narigi ish borki, birinchi uni ham xuddi shunaqa. Bu mashina ko'proq yuk ortsa bo'ladi. Bunga mashina olish maslahat beraman men. Lekin sekin yurishiga qaramay ko'p yuk ortsa bo'ladi, ko'proq pul beradi bunga baribir. Yo'q, adalma, yo'q. Keyin mashina kompyuterda o'ynayotgan bo'lsa, mashina ag'darib olmasligiga harakat qilinglar. Bitta ag'darsa tamom mashina slaman bo'ladi.
Bu degani yurmaydi, boya aytganimdek mexanikka borishligi to'g'ri kelib qoladi. Mana bu yo'lni qo'shishgan oldin ham bo'lgan bu yo'l, просто most bo'lmagan, most bor-ku hozir o'tdik. O'shanaqa most bo'lmagan oldin mostni ham endi qo'shdilar, juda zo'r bo'ldi aynan fermaga. Fermada ishlovchilarga juda zo'r bo'ldi. Shu hisobla hozir juda ko'pchilik mana shunaqa X2 paklarda fermani bosib ishlayapti. Agarda men bilan o'ynamoqchi bo'lsanglar, 13-serverga kirasizlar. Server yaqinda o'zgarishi ham mumkin, boshqa serverga o'tishim ham mumkin. Buni endi men hal qilmayman, shuning uchun ham. Lekin hozir o'ynamoqchi bo'lsanglar, 13-serverga kirsanglar bo'ladi. Nikim Mehroj Vizual har doimgidek. Va nima savolinglar bo'lsa bemalol Telegramdan yoki boshqa joylardan yozib so'rashinglar mumkin. Men o'zim Radmerni shu 2025-yil boshlari adashmasam, aniq eslolmayman, 2025 yoki 2024 razgruska ketadi. Bu kelgandan keyin o'zi 15 sekundlik va 15 sekundgacha mana 16 ming rubl berdi. Lekin X2 bo'lganga hozir 32 ming rubl beradi agar men закончить работу qilsam. Ya'ni ish tugatsam 32 ming tushadi menga lekin. O'ylaysiz 1 soat ishlab bemalol 400-500 ga ham topib qo'ysa bo'ladi, bemalol. Hozir X2 payt. Amlarni berib turib X3 berib qolsa вообще. Fermadan kelganlardan keyin mana bu yo'ldan ketsanglar ham bo'ladi. Bungachalar yaqin bo'ladi, lekin Nastreshga ketishinglarga majbur bo'lasizlar. Nastreshga ketsanglar esa, admin ko'rib qolsa, Demarganga uchirib yuboradi. To'g'rirog'i tyo'rmaga endi TBSRPda Demargan o'rganib qolganman. Tyo'rmaga uchirib yuboradi va u yoqda 20 minutcha o'tirishligini mana bunaqalar orasida bloslar bo'lishi mumkin, report yozib yuboradigan. Ana mana report yozyapti shu ustimdan fikrlashni mashinasi chunki. O'shaning tinchgina vaqtdan kelib, naq turib razorachirsa, ya'ni aylanib olamiz. Bo'lani endi bemalol yozaversin, chunki biz to'g'ri ketamiz. Men yana aytish esimdan chiqibdi. Endi buni o'zi maslahat bermayman, lekin aytib o'tishim kerak. Har kuni o'yinni 4 soat o'ynasanglar, 4 soatdan oshiq o'ynasanglar, o'yin sizlarga bitta kolesodagi aylantirish shansini beradi. Har kuni 4 soatda o'ynasanglar. Bu kolesodachada nima tushishi mumkin? Har balo tushishi mumkin. Mashina bor orasida eng zo'ri. O'sha mashina tushsa, mashina ham har xil tushishi mumkin. Yetronda tushgani bo'lgan ba'zida tanishlarimga. Har mashina tushishi mumkin. Endi qachon tavsiya beraman? 4 soat o'ynab turib o'sha kolesodachada shansini olish qachon tavsiya beraman? Agar sizlarning serverlar men o'ynayotgan serverga o'xshab aktivi katta bo'lsangiz tavsiya beraman. Chunki u kolesodachada aytgandek mashina tushib qolishi mumkin. Mashinani esa bunaqa serverlarda sotsanglar yaxshi pulga ketadi va mashina o'zi kerak bunaqa server. Hamma narsa qimmat bu serverlarda. Ayniqsa bunaqa serverlarda eksklyuziv narsa juda qimmat bo'ladi. Juda. O'yinnoz yo'q qoldi. Kompyuterda emas, o'z telefonda ham bagli bo'lib turadi har xil. Bo'ldi qaytdi hozir. Va mana o'yindan ham o'tib bordim. Menimcha ko'rib oldinglar ferma qanaqa qilib ishlash kerakligini. Xullas, bugungi video shundan iborat edi. Sizlar bilan birga Mehroj Vizual bo'ldi. Keyingi videoda nimani olib chiqishimni kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha like va obuna bo'lishingizdan chiqmasin.